Assalomu alaykum, hurmatli doktor O'rmonov kuzatuvchilari, kanal obunachilari, o'rtoqlar, do'stlar. Mana bugun bizni oldimizda yana bir kun qahramoni Dilnoza o'tiribdilar va 35 yosh. Lekin shu yoshga qaramasdan qanaqadir hayot bir qo'pol hazili bilan shu bemorimizni bo'lmaydilar, bemor edilar, hozir butunlay sog'aydilar, butunlay saratondan, ya'ni oshqozon saraton rakidan butunlay qutuldilar. Bugun javob beryapmiz. Bemorimiz yosh. Lekin oshqozon saratoni bor edi. Yoshda ham saraton bo'ladimi? Oldin aytib o'tganman. Aka, endi juda ham yomon rekord, lekin meni oldimga kelgan eng yosh bemorimiz 14 yosh oshqozon saratoni bizga murojaat qilgan. Bugun ham hozir Dilnoza bilan gaplashamiz. Ya'ni shu qachon boshlandi, nimadan boshlandi, nima uchun boshida diagnoz qanaqadir birdaniga qo'yilmadi va qanday qilib bizning shu respublika onkologiya markazigacha shu Dilnoza yetib keldi. Va operatsiya nima uchun 2 marta bo'ldi? Birinchi bo'lib kimyoterapiya qilib, keyin operatsiya qildik. Operatsiyadan keyin hozir kimyoterapiya kerakmi degan savollarni hammasini birga shu birgalikda shu Dilnoza misolida sizlardan ko'rib chiqamiz. Dilnoza, avvalambor sizga ming rahmat, shunchalik o'zingizni hayotiy tajribangiz bilan juda og'ir, misol uchun siz bilan biz 3 oy 4 oy bilan tanish bo'ladigan bo'lsak, 3 oy 4 oy ichida siz juda ham og'ir yuklardan, juda ham og'ir yo'llardan o'tdingiz. Bir o'zingiz o'tdingiz, yoningizda faqat ukalaringizni man ko'pincha ko'rdim, bekitilgan joy yo'q. Oilaviy endi ota-onangiz man tushunishim bo'yicha ehtiyot qilingan. O'shaning uchun Dilnoza, keling hozir ozgina orqaga qaytamiz. Sizga yoqmaydigan bo'lsa ham, birinchi bo'lib nimadan boshlandi va bizgacha qanday yo'llardan siz yurib o'tdingiz? Assalomu alaykum. Menda bu narsa oldindan ko'ngillanishdan boshlangan ekan, men bilmaganman. Qaysi oy? Menda bu ko'ngillanish yillar davomida bo'lyapti. 1 yil davomida juda ko'p miqdorda oxirgi yillar davomida. Men u narsaga e'tibor bermaganman, chunki hech kim o'ylamaydi, bunaqa kasal menda bor deb o'ylamaydi. Ayniqsa 35 yoshda. O'shanga keyinchalik u kuchayavergandan keyin zond yutgani, to'g'risini aytaman, qo'pol qilib aytganda, nima deydi, naqasi yo'q shifokor oldiga borganimda hech qanaqa tashxis qo'ymadi. Mayli, yana shifokorlar menga bilasizmi, eskidan gapirdim. O'sha yo'q, bordim. Menda u narsa borligini aytmadi. Keyin shu bilan keyin e'tibor bermadim men ham. E'tibor bermadim. Bu qaysi oy edi? 7-oy. 7-oy bo'ladigan bo'lsa, iyulda 25-yil bo'ladi. Keyin o'shandan keyin e'tibor bermaganimdan keyin menda noyabr 7-chislosida qattiq pristup berdi. Bir hafta o'rnimdan tura olmay qoldim. Og'riq. Oshqozon. Kuchli og'riq. Oshqozon. O'shanda ham oshqozonim mast bo'ladim. Chunki menda oshqozon bezovta qilmagan umuman. Keyin ikkinchi pristup bo'lsa shu 25 yo 26 noyabr kuni bo'ldi. Ikkinchi pristupdan keyin уже men shifokor gastroenterologga bordim. Ular shu MSKT qildirib, zond yuttirmadilar, uni MSKT qildirib, keyin o'sha yerda nimadir sezildi shekilli, keyin onkologiyaga borishimni maslahat berdilar. Onkologiyaga borganimdan keyin bu yerda gistologiyada zond yutganimdan keyin shu gistologiyada chiqdi menda. Shu oshqozon og'rishidan tashqari sizda yana qanaqadir belgilar bo'lganmi? Chunki yomon tomoni aytib o'tiribsiz-ku, misol uchun menda oshqozon og'ridi, pristup berdi, lekin oshqozon bo'lsa kerak deb o'ylamadim. Bemorlarimiz ham shu etapda juda ham ko'p adashishadi. Odatda nima qilishadi? Shunchaki oylab kerak bo'lsa yillab hamma biladigan omeprazol dorini ichaverishadi. Men ham ichganman. O'shani aytaman, omeprazol ichadi, lekin omeprazol hech qanaqasiga rakka qarshi kurasha olmaydi. Yoki shunchaki har doim og'riq qoldiruvchi dori ichishadi. O'zimda og'riq qoldiruvchi dori ko'p ichganligim hisobidan ham shu yazva borligini ham shu yerga kelganimdan keyin bildim. Men yazva borligini ham bilmaganman bu yerga kelgunimcha. Ya'ni sizdagi muammo, endi hadeb nima desam yoqmaydi sizga. Sizdagi muammo o'sha surunkali oshqozon yarasi fonida kelib chiqqan. Nima uchun oshqozon o'z vaqtida davolanmagan oshqozon yarasi bu keyinchalik saratonga, rakka aylanish ehtimoli juda ham yuqori. Menda ham shu sabab bo'ldi. Ko'ngillanish bo'lganmi sizda? Ko'ngillanish bo'ldi. Keyin oxirgi birinchi pristupdan keyin menda suv ichsam ham oshqozonimga tushganini his qildim og'riq bilan. Ya'ni diskomfort nomiga. Уже boshlandi. Og'riq ozgina, lekin diskomfort bo'lgan, ko'ngillanish bo'lgan. Ko'ngillanish постоянно bo'lgan. Ovqatga tez to'yib qo'yildingizmi yeganingizdan keyin? Yo'q, unaqa e'tibor bermaganman. To'yib qolish. Endi men sizni eslayman, og'riq bo'lganligi uchun og'riq birinchi o'ringa chiqqan va boshqa belgilar o'zi e'tiborsiz qolib ketgan. Bu odatiy holat.
значит bizga keldilar. Endi 35 yosh to'g'risi biz ham har kuni ko'rmaymiz. Endi bilmadim bu statistika kerakmi. Misol uchun bir yilda ko'radigan bo'lsak 3-4 ta shu 30-35 yosh atrofidagi bemorlarimizni oshqozon saratoni bilan ko'ramiz. Biz ham to'g'risi hayron qolamiz. Endi baribir insonsan, xohlasang xohlamasang yoshi kattaroq bo'lsa, 60-70 ga kirgan bo'lsa yoki misol uchun 35-20 ga kirgan bo'lsa, ularga baribir sal boshqacharoq reaksiya, boshqacharoq his-tuyg'u bilan yondashasan. Chunki ular hali yosh bo'ladi. Adashmasam ikkita farzandingiz bor-a? Bitta farzand. O'g'ilmidi, qizmidi? O'g'il. Ismi nima edi? Muhammad Amin. Aytib so'radim, bitta farzandlari bor. Hammasi yaxshi bo'ladi. Значит, tekshirilgandan keyin, gastroskopiya qilingandan keyin-da biz xohlasak ham, xohlamasak ham, bularga ham xohlasa, xohlamasa, ming afsus, oshqozon saratoni gistologik tomonidan tasdiqlandi. Bundan keyin nima qilish kerak? Bundan keyin bemor albatta to'liq tekshirishdan o'tish kerak. Eslatib o'taman, bunga nima kiradi? Birinchi o'rinda qorin bo'shlig'ini kompyuter tomografiyasi vena orqali kontrast, ya'ni yod moddasi bilan tekshirish. Bu bizga o'smani razmerlarini beradi. Undan tashqari atrofdagi limfa tugunlarida metastaz bor yoki yo'q va undan tashqari boshqa organlarga qorin bo'shlig'ida, asosan bu jigar va qorin bo'shlig'iga metastaz bergan yoki bermagan degan savolga biz javob olamiz. Undan keyin qilingan narsa kompyuter tomografiyasi faqat ko'krak qafasi, ya'ni o'pkani ham ko'rishimiz kerak, metastaz bor yoki yo'q. Va uchinchisi, ko'pchilik esdan chiqaradi, albatta ayol kishida tuxumdonlarni tekshirish kerak. Sabab o'qib ko'rishingiz mumkin. Metastaz Krukemberg degan narsa bor, ya'ni oshqozon saratonidan tuxumdonga boradigan metastaz. Shu avtor o'ylab topganlik uchun Krukemberg metastazi deyiladi. Hech qanaqa bizda muammo topilmadi. Va bularga men aytdimki, ukangiz bor edi, men hammasini tushuntirdim. Sizda tasdiqlandi. Ming afsus, menga o'sha paytda imkon bo'lsa, hozir nimani his qildingiz? Chunki balki hozir hammasini aytmassiz. Balki qanaqadir bu og'ir, lekin aytsangiz balki kimgadir yordam beradi. Men to'g'risini aytaman, sizga kelgandan oldin sizni mani bitta gapingiz nima deydi? Anaqa bo'ldi, dalda bo'ldi. Siz menda o'sha kuni aytganingizda, o'sha operatsiya bo'lishimdan oldin, anaqa operatsiya bo'lishimdan oldin bitta insonga ishoning va o'sha inson sizni hayotga anaqangizni qaytaradi deganingiz. Biz sizga kelganimizdan keyin ham Turkiyaga boraman, Rossiyaga boraman. Hozir yetib kelamiz. Deb keyin o'sha gapingizni ta'sir qilganidan keyin o'zim so'z berdim, shu insonga ishonaman, xudo xolisa sog'aytirib oladi deb. Alhamdulillah. Siz ukangiz ko'p narsani bilmas ekan-da, diagnoz qo'yildi. To'g'ri, endi 35 yoshda misol uchun oldin ham aytganman, 35 yoshda bu qizimizni fikri qanaqa bo'ladi? Misol uchun ko'chaga chiqish, to'g'rimi? Aylanish, parkka borish, nima deydi? Bola tug'ish, bolali bo'lish, ya'ni bizda o'zbeklarda qanaqa bir 3-4 ta bo'lmasa hisob emas. O'shaning uchun, ya'ni farzandli bo'lish, farzandlarni ko'chaga olib chiqish, restoranga borish, aylanish. Lekin bu narsalar qanaqadir emas, uni o'rniga hayot, endi nima deydi, nasibamiz deydimi? Bilmayman qanaqadir, skорее всего, nasiba degan so'zimiz to'g'riroq bo'lsa kerak, menimcha. Oshqozon saratoni berildi. Men aytdim, limfa tugunlarida metastazga shubha bo'ldi va undan tashqari eng katta muammolardan biri, hozir suratni ko'rishingiz mumkin, bizda portalniy vena, ya'ni vena porta bor. Jigarga kiradigan eng katta qon tomirlardan biri. O'sha qon tomir to'liq yopilib bo'lgan, trombning hisobiga, tromb esa oshqozon saratonining bu asorati hisoblanadi. O'shaning uchun ximioterapiya qilish ham xavfli, endi eshitishyapti. Ximioterapiya qilish ham o'ziga yarasha xavfi bor, operatsiya qilish ham o'ziga yarasha juda ham katta xavfi bor, chunki asosiy o'sha qon tomirlarini, qonni yig'adigan vena porta ishlamayapti. Uning o'rniga atrofdagi mayda qon tomirlari kengayib ketib, ya'ni qon ketishga juda ham katta ehtimolligi bo'lgan. O'shaning uchun mendan nima qilish kerak degan deb so'rashganda, kadr orqasida yana bir giroylarimiz, ya'ni opamiz, ya'ni singlimizni bilan birga bo'lgan o'zini ukasi bor. Mana oldin kelganda men sizga ham aytdimki, birinchi etap bilan limfa tugunda metastaz bo'lganligi uchun albatta ximioterapiyadan boshlash kerak. To'g'rirog'i, ximioterapiya qilishdan oldin birinchi diagnostik laparoskopiya qilish kerak. Ya'ni kamera bilan qoringa kirib, invaziv usulda atrofdagi to'qimalarni hammasini o'rganib, limfa tugunlarini tekshirib, undan keyin ximioterapiya boshlash kerak deb aytdim men. Orada adashmasam 5-6 kun yo'q qoldinglar, bo'ldi kelamiz deb. Men buni to'g'ri tushunaman. Ukangiz Hindiston bilan gaplashgan, Turkiya bilan gaplashgan, Moskva bilan gaplashgan. Imkoni bor gaplashgan. Hindiston bilan Turkiya shu sразу aytishgan, operatsiya qilamiz deyishgan.
Moskva, baribir moskvalik bilinib turadi. Moskva aytishganki, yo'q, bu yerda to'xtash kerak, birinchi etap bilan kimyoterapiyadan boshlash. Ya'ni biz aytgan, ya'ni Respublika onkologiya markazi aytgan fikrni ular tasdiqlagan. Nima qilaydi deb menda o'sha paytda so'raganda aytdimki, siz bitta joyda to'xtashingiz kerak. Men ko'rsatganman. Mana protokol Rusko, mana protokol NSM, protokol asosida ishlash kerak. Ya'ni kimyoterapiyadan boshlash kerak. Yana o'rtada 3-4 kun yog'ib qoldinglar, men bekitmga qabul bo'lishi yo'q. Undan keyin keldinglarda Umid aka, bo'ldi, men sizlarda shu yerda davolanishga roziman deb. Shu oxirgi gapingiz ta'sir qildi. U gapingizgacha haqiqatan ham Rossiyaga, Moskvaga ketish yoki Turkiyaga ketish anaqamiz bo'lgan. Keyin o'ylab qarasak, shifo Allohdan avvalambor. Allohga behisob shukr. Siz sababchi to'g'ri, shifoni bizga Xudo beradi, shifoni bizga Alloh beradi. Chunki faqat aytilgan nima deydi, nasibamiz olamizda, lekin bu yerda biz to'g'ri qaror qabul qilishimiz ham kerak. Bilib turib xato ham qilishimiz kerak emas. Misol uchun ko'pchilik chetga ketaman deydi, chetga ketish oson emas, balki odamlarning puli ko'pdir, lekin asosan misol uchun o'rta miyona deydimi, qanaqadir bo'ladigan bo'lsa, yerga bemor o'zi ketmaydi-da. Bemor ketadi. Uni oldida yoki ayoli yoki misol uchun eri bo'ladi, to'g'rimi? Bemorni tekshirishdan tashqari yonida borgan kamida 2 odam bo'ladi ketib borgandan keyin. Ularga ham albatta yeyish kerak, ularga ham kvartira kerak, ularga ham gostinitsa kerak, ular ham yashash kerak, ular ham hojatlari bor. Bundan tashqari misol uchun bu juda ham katta summa haqida gapirilyapti. Boshida aytilishi mumkin, 1000, 2000, 3000 deb, lekin borgandan keyin bu juda ham katta summa ketadi. Gostinitsa kerak, ovqat yeyish kerak, ujin qilish kerak, zavtrak qilish kerak. Men hammasini tushuntirdim men. Undan keldi sizlarda qolishga rozimiz deb turib. Xo'p, diagnoz qo'yildi, yotdingiz bo'limga. Bo'limda asosan ko'rgan insonlaringiz bu sizdan katta, yosh kattalar bo'ldi. Nima deb o'yladingiz? Men nima desam bo'ladi? Kasalni o'zim tan oldim, birinchi o'rinda. Shu kasal menga nasib qilgan ekan. Tan oldim, sizga ishondim. Ishonch yaxshi, lekin ishonch yuki ham bor-da. To'g'rimi, xursandman, to'g'ri. Mening fikrimcha to'g'ri qaror qabul qilindi. Mana yaxshisiz hozir javob beramizlar. Kimyoterapiya boshlashdan oldin yangi protokol bo'yicha eslatib o'taman. Albatta diagnostik laparoskopiya qilish kerak. Kamera bilan kirib turib qorinni ko'rish kerak va bu ishni biz yangi yildan 25 kun, 4 kun oldin 25-dekabr kuni qildik. 2 kun, 3 kundan keyin sizga hammasi yaxshi, nima bo'yicha biz javob berdik. Yangi yildan keyin standart bo'ladi hozir bu float sxemasi, bu kimyoterapiya nomi. 4 ta kurs biz float sxemasini o'tkazdik. O'tkazgandan keyin aprel boshida tugatgan bo'lsak, aprel boshida siz boshqatdan tekshirishdan to'liq 22-mart kuni oxirgisini oldingiz. Undan keyin 2 hafta siz dam olib turib keldingiz 4 ta kursdan keyin. Mana esimga tushdi, davom ettiraman. Esingizda bo'lsa, kimyoterapiya boshlashdan oldin sizni yashashingizga nima xalaqit beryapti? Sog'lig'ingiz bo'yicha esingizda bo'lsa, bilishingiz kerak. Og'riq, kuchli og'riq. Xo'p, mana og'riq qanaqa edi? Burab og'rib, keyin yelkani ko'tara olmaydigan darajali og'riq. Bu kuchaytirib qo'yadigan og'riq. Qorin bo'shlig'i. Sizda bo'lsa, kerak bo'lsa, narkotik dori ham oldingiz. Shu darajaga keldingizki, siz biroz og'riq, yashashni, uxlashni imkoni yo'q, to'g'rimi? Nechinchi kursdan keyin og'riq pasaydi? 2-dan keyin kamaydi. 2-kurs kimyo bo'lganimdan keyin kamaydi, 3-kursdan keyin og'riq umuman bo'lmadi. 4-kursda shu bilan umuman o'rtada qanaqadir bizda trombopeniya nimalar bo'ldi. Ya'ni og'riqning ketishi bu kimyoterapiyani yordam berayotganini bildiradi. Bemorlarimizda birinchi aytadigan narsasi bitta 2 kurs kimyoterapiyadan keyin og'riq kamaydi yoki og'riq ketdi, bu degani kimyoterapiya ishlayapti klinik. Misol uchun, mana 4 ta kurs kimyoterapiya oldingiz. Nimadir o'zgardimi? Misol uchun kimyoterapiyagacha va kimyoterapiyadan keyin. Og'riq yana o'zgardi. Ko'ngil aynish bo'lmadi umuman. Xo'p. Ko'ngil aynish bo'lmadi. O'zi asosiy sabab menda 2 ta bo'lgan-ku, bilganim. Oshqozonga narsa kirgandagi og'riqlar ham yo'qoldi. Keyin shu 3 ta sabab his qildim o'zim. Semirdingizmi, semirmadingizmi? Yo'q, semirmadim. Semirmadingiz-a? Dilnoza 4 ta kurs kimyoterapiya oldi, mart oxirida tugatib 2 hafta dam oldilar. Undan keyin boshqatdan kontrol tekshirish. Ya'ni oldin aytib o'tganman, kimyoterapiya qilishdan oldingi o'smani razmeri va tarqalganligini
va kimyoterapiyadan keyin biz nima natija oldik, nimaga erishdik degan savolga javob berish uchun shu kimyoterapiyadan oldingi tekshirishlar kimyoterapiyadan keyin yana to'liq qilinadi. Misol uchun gastroskopiya, albatta gastroskopiyada bizga yozib berdi положительная динамика, ya'ni частичная regressiya, ya'ni o'smani qisman qisqarishi. Undan tashqari kompyuter tomografiyasi, qorinni albatta kontrast bilan через vena orqali bu ham bizga yozib berdiki положительная динамика. Undan tashqari ko'krak qafasini qildik va kichik chanog'i xumdonlarni ko'rganimizda hech qanaqa muammo bo'lmadi va biz bularga aytdikki, sizlarga albatta operatsiya qilish kerak. Laparoskopik, ya'ni kam invaziv usuli bilan, oddiy tilda aytganda shu nima deydi, lazer bilan, ya'ni lazer to'g'ri kelmaydi. Sizga operatsiya qilish kerak deganda nima deb o'ylaysiz? Nima his tuyg'ular bo'ldi? Kerakmi, kerak emasmi? O'zi kimyoterapiya yordam beryapti, balki davom ettiramiz deb. Yo'q, o'sha operatsiya eshitganimdan o'sha xursand bo'ldim. O'sha yaxshilikka qadam qo'yilyapti inshaalloh. Xo'p, gaplashib ko'rmadinglarmi Turkiya bilan misol uchun? Yo'q. O'sha siz o'sha oxirgi aytgan gapingizdan keyin o'sha hech kimga o'sha aloqaga ham chiqmadik, internetdagi har xil anaqalarga ham e'tibor bermadik. Chunki hozir internetga kirsa asosan onkologiyani tabib yo'li orqali nima deydi? Borib ko'rmadingmi? Yo'q, bormadik. Shu oxirgi so'zingizdan keyin hech kimga bormadik. Значит, nimadir yaxshi, nimadir yoqadigan gap aytdimman-da, o'sha gap ta'sir qildi haqiqatan ham. Chunki ungacha biz shokoy sostoyaniya dedik. Chunki bu bizani oilamizda birinchi marta menda bo'ldi, bizani avlodda. Menda bo'lgani uchun ham teshikka kirib ko'rdik, qo'pol qilib aytganda. Shu oxirgi aytilgan, gaplashilgan suhbatdan keyin ukamga aytdim men, mana shu yerda qolaman, bormayman chet elga deb. Shundan keyin shu qarorni qabul qildim. Hay, yaxshi. Значит, siz 15-aprelda 17-aprel kuni. Bu, значит, Dilnozaga operatsiya qilish kerak, ya'ni laparoskopik usulda gastrektomiya, oshqozon to'liq olib tashlanadi deb tushuntirildi. Значит, protokol asosida saqlab qolishi hech qanaqa imkoni yo'q edi va 17-aprel kuni 2026-yil shu Adilxo'jayev Asqar Anvarovich bilan birgalikda laparoskopik usul bilan laparoskopik gastrektomiya va limfodiseksiya va undan tashqari splenektomiya, ya'ni qora taloqni to'liq olib tashlash operatsiyasi to'liq laparoskopik, ya'ni lazer usuli bilan bajarildi. Hammasi ko'ngildagidek, hammasi yaxshi o'tdi. Mana hozir 10-kun Dilnozaga javob beryapmiz. Ya'ni shu operatsiya bilan nafaqat 2-3 xirurg, balki butun klinika, butun bo'lim sizga yordam berishga tayyor edi va yordam berdi. Mana отношение ko'rdingiz. Hammasi siz uchun, hammasi VIP, hammasi komfort. Ya'ni biz harakat qilamiz, bemorlarimiz aytishadi-ku, Abdulla Qodirov nimasi bor, kitobi bor. O'tgan kunlar. Bizni ostonamizdan hamma rozi bo'lib ketish kerak, chiqib ketadi. Yechib ketgandan keyin shunga biz harakat qilamiz. Shuning uchun men o'ylashimcha siz ham rozisiz. Shu dargohdan siz rozisiz. Ayniqsa sharoitlar hozir mana o'zingiz ko'rib turibsiz. Bunaqa klinika hech qayerda yo'q, buni bemalol aytish mumkinman. Sharoitlari bo'yicha, misol uchun dori-darmon, instrumental ta'minot bo'yicha sizga hech qanaqa og'irligi tushgani yo'q. Hamma narsa bor, ipidan boshlab apparatura kesishga hamma narsasi bor. Men xursandman, hammasi yaxshi. Kadr ortida UKS turibdi, kechasi kunduz chetda bo'lgan, nima qilay, nima qilsam yordam bera olaman deb turib, faqat duo qilasiz. Bitib ketish kerak deb. Dilnoza hozir beradigan savolim, siz nimadir deysiz, misol uchun, balki kimdir sizni eshitadi, balki sizni eshitib kimdir motivatsiya oladi, sizni eshitib balki kimdir bo'ladi, kimdir eshitamiz, motivatsiya olamiz. Qanaqadir ishga qilgimiz keladi. Shularga bir og'iz gapiring. Onkologiya kasali bo'lganda hamma odam birinchi o'rinda shokka tushar ekan. Bu narsa bizning oilamiz bilan bo'ldi. O'sha paytda nima desam bo'ladi? Ozgina odam o'zini qo'lga olishni bilish kerak ekan. Berilgan sinovni chiroyli holatda o'tkazish kerak ekan. Keyin siz aytgan gap, bitta insonga ishonib, o'sha insonni sog'aytirishiga ishonish kerak ekan. Endi bu katta xirurgiyada, men har doim aytaman, chunki onkologiya qarab tura olmaydi-da. Unga borasiz, tekshirish o'zadi, bunga borasiz, tekshirish o'rtada 1 oy, 2 oy o'tib ketadi-da. Lekin 1 oy, 2 oyda ko'p narsa hal bo'ladi. Operatsiya bo'lishi mumkin bo'lgan narsa bo'lmasligi mumkin, yoki kerak bo'lmasligi mumkin, metastaz berishi mumkin, yoki qonashi mumkin, yoki og'riq kuchayib ketishi mumkin. Shuning uchun aytaman, fikr bormi, sizlarga yordam kerakmi? Muammosi yo'q, biz yordam berishga tayyormiz. Marhamat, Toshkentda joylashganmiz, Respublika onkologiya markazi, kelinglar, o'zimizning fikrimizni aytib, sizlarga qanaqadir yordam kerak bo'lsa, yordam berishga tayyormiz, harakat qilamiz. Lekin eng muhimi, avvalambor o'zimiz ozgina yaxshi ko'rishimiz kerak va 40 yoshdan keyin agar
sizni oilangizda qanaqadir yuqori yosh kattalarda onkologiya bo'ladigan bo'lsa 35 yoshdan boshlab turib 1 yilda 1 marta albatta gastroskopiya qilish kerak. To'g'ri, saraton aniqlanadi, lekin saratonni biz boshlang'ich bosqichda aniqlaymiz. O'tib ketgan 4-3 bosqichda emas, boshlang'ich bosqichda aniqlaymiz. O'shaning uchun skrining har doim kerak. Buning uchun nima deydi, u chetga borish kerak emas. Hozir har bitta poliklinikada bor. Har qadamda gastroskopiyasi bor. Har qanday Toshkentda bo'lsa yoki biz borib kelamiz choyxonaga misol uchun 1 million 2 million sarflab. Nima uchun bitta gastroskopiyaga sarflanmaydi? Tim bo'lib bepul hozir. O'shaning uchun agar sizlarga qanaqadir yordam kerak bo'ladigan bo'lsa yoki ikkinchi fikr deymizmi, второй мнение kerak bo'ladigan bo'lsa, xirurgik yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, biz yordam berishga tayyormiz, harakat qilamiz, kelishingiz mumkin. Manzilimiz Toshkent shahar, Respublika onkologiya markazi, hozir yozib qoldiraman. Marhamat, yordam berishga tayyormiz. Mani mana shunaqa holatdan chiqarganingiz uchun sizga avvalambor kattakon rahmat. Oila a'zolarimiz ham, adam ham kechirasiz, kattakon rahmat dedilar sizga. Boringlarga shukur. Sizlar bor ekansizlar, biza Xudoga shukur. Men misol uchun hayotga yana qiziqishimiz uyg'onyapti. Boringlarga behisob shukur. Ilohim bunaqa insonlarni ko'piga yordam beringlar. Har bir insonni quvonchiga sazovor bo'linglar. Harakat qilamiz. Endi to'g'ri siz bitta ikkita xirurgni bilarsiz, lekin bu yerda juda ham katta komanda, operatsiyamizda 10-15 ta anesteziologimiz bor. Misol uchun anestezikamiz bor, sanitarkamiz bor, operatsiya medstra 5-6 ta kamida medstralarimiz bor. Bu juda ham katta bir komandani shu dargohga mehnatda bo'ladi. Iloyim bizni dargohga qaytib kelmang. Amin. Qaytib kelishingiz faqat bir og'iz ukasi telefon qilib, "Medaga sizni ko'rmoqchiman." Shunchaki bir gaplashishga. Rahmat, barakat. Juda bo'lmasa mayli bir tekshirtirishga, zerikdan bir tekshirib qo'ying deyishga, shunga kelsangiz shunga roziman. Rahmat, boringlarga shukur. Kattakon.